bo'lsa shu ariza qilasiz bo'lsa, ariza qiling. Sizni men abortingiz ko'ramiz. Ko'rib, zalog qo'yish kerakmi? Qo'yish kerak. qo'yish kerak. Necha million olmoqchisiz? 100 millionmi? 100 millionmi? 300 millionda. 300 million zalog kerak, garov kerak. Siz ariza qilsangiz ko'rib chiqamiz. Yana kimdan qarashamiz? Tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha 10 million kredit olmoqchiman. Qayerga? Tikuvchilik murojaat qilgan bo'lsa, 10 million bo'lsa, siz birinchi ariza yo'nalishingiz kerak. Yagona bor elektron kuch olasiz va ariza yuborasiz. Arizangiz mahallangizdagi hokim yordamchi tomonidan ko'rib chiqiladi. Sizga bor monitor qiladi. Agar shu yo'nalish bo'yicha holatingiz bo'lsa, ko'ribdan keyin tavsiya beradi. Kredit olish bo'yicha. Keyin bank yig'iladi, bankdan hech qanaqa muammosiz chiqarib beramiz. Xohlasangiz plastik kartangizga, xohlasangiz o'sha tikuvchilikni o'sha korxonangizga tashlab berasiz.